Demak, readingga o'tamiz va part 1 ni. Part 1 ba'zilar uchun qandaydir confusing tuyuladi. To'g'risi, men real examda eng oxiri ishlayman bu partni, chunki rostlakamga confusing, men chalkashib ketib qolaman. Lekin bitta narsani tan olish kerak. Bunda qarayman. Readingni boshlash kerak. Ochamanda, listni ochganimda osonroq narsa bo'lsa, shunday ishlab ketaman. Odatda sodda tushyapti-da, hozirgi paytda real exam deb qo'yib, judayam easy peasy berishyapti. Bir marta kirdim, Mia haqida oldim, yana kirganimda Forest haqida. Judayam sodda ekan. Yo'q, bitta qilib aytib qo'ydim. Mia bitta konsertga qatnashish kerak edi, alohida ekan. Ayamtasda Forest edi, Forest nimada bor ekan deb gapirib ketdi. Judayam sodda va judayam qisqa. Mana shunaqa qisqalikda bo'ladi. Bundan ham qisqa bo'ladi kerak bo'lsa. 6 dona gap bilan ham berib qo'yish mumkin-da. Nima qilamiz part 1 da? Part 1 da bizda bo'sh joylar bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ta va o'shalarga bittadan so'z qo'yamiz. Multi-levelda doim bitta so'z keladi. Listeningida ham, readingida ham. Ya'ni siz ikkitalik, uchtalik so'zni qo'ymaysiz. Bu ham sizga plyus. Va endi bu yerda qo'yadigan so'zimiz ma'no jihatdan birinchi o'rinda to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchidan, aynan shu tekstning ichida bo'lishi shart. Masalan, browser degan so'z bormi? Variantga browser degan so'z tushishi mumkin. Siz o'zingizdan s qo'shib ola olmaysiz yoki browserni she'riga sister qo'shib ola olmaysiz. Hech nimasini o'zgartirmagan holda xuddi qanday turgan bo'lsa, shunday tushishi kerak. Men sizga hozir ko'rsatib beraman. Bitta qiyinrog'ini, bitta osonrog'ini. Ikkovi ham real examda tushgan. Mana ularni endi o'chirib yuboraveray. Confusing, easy peasy deganlarim. So, men nima qilaman? Ertakchi bo'lish kerak deyman. Story qilib aytaman. Doim o'zim tushunishim uchun mana. Ba'zilar bor o'qiydi, tushunmaydi, ishlolmaydi. Ularda hop tarjima zo'r. O'zbek tiliga tarjima har bitta so'zni tarjima qila oladi. No, mazmunni emas, ma'nosini chiqara olmaydi. Men sizga qilib beraman shunaqa qilib. Ana bilan akasimi, ukasimi Jason farmga boribdi. Demak, hayvonlar bo'ladigan fermaga boribdi. Ular juda ham thrilled, ya'ni excited deydi-ku. Wow deb xursand bo'lishibdi, chunki they had never seen deyapti. Ya'ni hech qachon ko'rmagandi. Bunchalik yaqindan hayvonlarni ko'rmagan. Okay, nima bo'ldi? Ana bilan akasi Jason fermaga bordi. Ular juda ham zavqlanib kutishuvdi, chunki hech ham hayvonlarni yaqindan ko'rishmagan. Mana oldin unaqa bo'lmagan. The first nimadir they encountered were sheep. Aha, birinchi nimadir, kimdir, qayerdir, endi fe'l bo'lmaydi-ku, nima qilmoq bo'lmaydi-ku. Birinchi nimadir, they encounter degani bu yerda duch kelmoq degani. Ular duch kelgan birinchi nimadir qo'y edi. Okay. Duch kelgan birinchi nima deyishimiz mumkin? Birinchi odam demaymiz, birinchi aka demaymiz, birinchi ferma demaymiz. Ular duch kelgan birinchi hayvon sheep edi. Endi qarang, men sizga aytdim, s-ni ham o'zida-o'z ola olmaysiz dedim. Shu joyda grammatikaga ham ozgina qarashimiz kerak. Qaramasak bo'lmaydi. Masalan, sheep turibdi, birlikda turibdi. Okay, men animal deb olishim kerak deysiz. Qarasangiz, sizga animal emas, animals berilgan, to'g'rimi? Keyin siz voy, xato so'zmikin deysiz. Yo'q, bu yerda grammatika ishlayapti. They encountered were sheep deyapti. Mana were ko'plikka ishlatiladi va sheepni birligi ham ko'pligi ham bir xil, bilasizlar. Birinchi duch kelgan hayvonlari bu qo'ylar edi. Jason was surprised to learn that the wool from this nimadir is used to make clothes. Okay, Jason surprised bo'ldi. Hayron qoldi. To learn deganimiz как bir narsani bilibdi-da, o'rganibdi-da, ma'lumot yangi bo'libdi. O'shandan hayron qolibdi. U ma'lumotmi ekan? Bu yerda Z deganda qaysiki deb turib tarjima qilmaysiz. Ma'lumotni как ifodalab ketadi. Nima ma'lumot o'rganibdi? Mashindan olinadigan wool, yung deydimi? Yung kiyimlar qilishda ishlatilar ekan. Masalan, sviterlar qilinar ekan, keyin bu sharflar deydimi? Sharflar qilishda ishlatilar ekan. Nimadirdan olinadigan yung. Okay, nimadan olinadi yung bu yerda? Nima haqida gap ketyapti? Tepadan bog'lasangiz ham bo'ladi. Birinchi hayvonni sheep bo'ldi, Jason surprise bo'ldi, chunki bulardan olinadigan yung clothes qilishda ishlatilar ekan. Bulardan deganda nimani nazarda tutyapti? Sheepni nazarda tutyapti, to'g'rimi? Qo'ylardan olinadigan yung deb turib gapirib ketyapti. Keyin ular chicken coop, coopni bilmayman nimaligini. Qisqasi, tovuqlarni oldiga borganda Anna Natsut nimadir, ya'ni singlisimi, o'sha qiz payqab qolibdi. Sezibdi, nimani sezibdi? U turuvdi ekan eglarni uyasida. Tuxumlar o'tiradi-ku, tumaloq bo'lib tasavvur qilyapsiz-a? Tovuqxona deydimi, o'shaqa joyga borgan, bunaqangi nest bo'ladi, uyasimi, nimasi deydi? Shunaqasi bo'ladi. U yerda tuxumlar bo'ladi. O'shani ichida
ichida emas ekan, on ekan. O'shalarni ustida nimadir o'tirgan ekan. Ana, sitting deganimiz o'tirgan. Okey, nima o'tirishi mumkin bu yerda? Qayerga bordi? Chicken coop'ga bordi. Demak, chickenni ko'rgan. Bittasi yorib chiqqandan keyin o'tirganmi? Shunaqa bo'lgan. Endi keyingisi. Jason qani? The farmer explained, ya'ni fermer tushuntirib beribdi ularga. That the oh my god, nimaga to'g'ri yozib qo'ydim? Ana bo'ldi. Fermer tushuntirib beribdi. Nimadir would hatch in about 3 weeks. 3 haftada ochib chiqargan. Уже 3 hafta degandan keyin siz mana hatchni topib ola olasiz, to'g'rimi? 3 haftada как yoriladi, dars ketadi deydimi, nimadir bo'ladida. 3 haftada bo'ladi. Nima? Egglar o'shaqa bo'ladi. Tuxumlar 3 haftada hatch bo'lar ekan. Jason curiously asked, ya'ni yana so'rabdi. Jason qiziqib so'rabdi. If deganimiz bu yerda agar ma'nosida emas. Chiklar, ya'ni jo'jalar otasiga o'xshaydimi, onasiga o'xshaydimi deb so'rabdi. Resemble. Mana. Jason so'ragan ekan, qaysi biriga ko'proq o'xshaydi, otasigami, onasigami desa, laughed, said they might look like both. Ya'ni kulibdi, and bo'lsa kerak, menimcha qolib ketgan. Kulibdi va aytibdi, ular ikkoviga ham o'xshashi mumkin. Ya'ni jo'jachalar, ochib chiqadigan jo'jachalar ikkoviga ham o'xshashi mumkin debdi va ana gapini o'qib, gapini eshitib kulibdi. Endi kim kulgan va kimdan so'ragan Jason? Bu yerda fermerdan so'ragan, ana. Fermer deyiladimi o'zi? Farm-da u. Fermer boshqa narsa. Anyways. Ana. Farmer kulibdi, keyin aytibdi, ikkoviga ham o'xshashi mumkin debdi. Keyin ular barn, bilmayman nimaligini, o'sha joyga headed da ketishibdi. Where they met a friendly cow. Mol, sigir, qisqasi shunaqa narsaga duch kelishibdi. Demak, molxonaga borishgan. Anna amazed bo'libdi. Wow debdi. Nimani bilgandan? That this nimadir could produce up to 30 liters of milk. 30 litrgacha sut bera oladigan. Bu nimadir? 30 litrgacha sut beradi. Okay, bu nima? Cow. Ana, ko'rdingiz? Bo'ldi, siz 6 tani 100% ishonchingiz komil bo'lib olganingizdan keyin mana oxirigacha o'qishingiz shart emas, oxirlarini. Aytganimdek, o'zingizga o'zingiz tushuntirishingiz kerak. Nima bo'pti? Qachon bo'pti? Nima ketayotgandi? Nima haqida mavzu ketayotgandi? Xuddi shunaqa ertak qilib bog'lang va xayolingizda doim imagine qilsangiz bo'ladi. O'shanda qiynalmaysiz. Endi yana bittasini ko'raylik. Rosa ham moda bo'lganlardan, keyin ko'p tushadiganlaridan. So, dinozavrlar haqida edi. There are many movies deyapti, ya'ni juda ham ko'p movie nima, kinolar bor. Dinozavrlar qiladigan soundlar haqida. Ana, dinozavrlar ishtirokida to'g'rimi bor. Yura davri nimadirlar bor. Shunaqa movielar bor. Making all kinds of noises, ya'ni har xil ovozda. Hamma kinoda bir xil ovozdagi bo'lmaydi. To'g'rimi? Har xil ovozda bo'ladi. Dinozavrga bunaqa ovoz berib ko'rishadi, bunaqa ovoz berib ko'rishadi. Har xili bor movielarni dedi. Lekin bular shunchaki taxminlar. Endi taxminlar deb turib nima? Movie taxminmi, dinozavr taxminmi yoki ovozlar taxminmi? Bu yerda albatta ovozlar taxmin, to'g'rimi? Noises deb yozib qo'yib. Noises. Ovozlari taxmin, chunki 65 million yil oldin yo'qolib ketgan deyiladimi? Dinozavrning ovozini kim biladi? Siz bilasizmi yoki men bilamanmi? Yo'q, biz shunchaki taxmin qilishimiz mumkin. Endi bitta yangi kashfiyot bor ekanki, discovery bo'pti-da. Bu scientistlarga, olimlarga yana ham yaxshiroq ideyalar beribdi. Bitta narsani kashf qilishib olgandan keyin olimlar, mana bunaqa bo'lar ekanda, better o'ylashni boshlashibdi. Nima haqida ekan bu o'sha better ideyasi? The kinds of sounds mother made, ya'ni ular chiqaradigan ovozlar bo'yicha, masalan, bu yerda nima tushadi? Ular deganda kimni nazarda tutyapti? Dinozavrlarni, to'g'rimi? Dinosaurs deymiz. Ana. Ular make qilish, bu как produce qilish, create, yaratish, shunaqa narsaga tushib ketadi. Dinozavrlar qiladigan ovozlar borasida yaxshiroq ideya beribdi. Mana bizdagi soundlar nimani soundi? Kim make qiladigan soundlar haqida gapiryapti? Dinozavrlarniki, to'g'rimi? Endi the nimadir examined a rare fossil. Okay, kimdir examine qilibdi, ya'ni tahlil qilgan deydimi buni? Tekshirgan. Endi bu yerda albatta kimdir bo'ladi, to'g'rimi? Narsani olamiz. Masalan, hayvonlar examen qila olmaydi. Odam qila oladi. Bizga odam kerak qandaydir. Bizda nima bor edi? Tepada mana scientists bor edi. Endi kim examen qilgan? Scientistlar examen qilgan. Ana, scientistlar bitta fossilni, o'sha dinozavrni fossilini tahlil qilib chiqishgan. Manaqa nomli ekan dinozavrimiz. Har xil nomlari bo'ladi. Endi fossil degan so'zni men ancha yil tushunmaganman, lekin hozir men sizga tushuntirib bera olaman. O'lib ketadi-da,
hayvonlar nimadirlar o'lib ketgandan keyin toshga aylanib qoladi-yu. Ko'rgansizlar-ku rasmlarda ham, to'g'rimi? Dunyo bo'ylab degan telekanalda ham bo'lardi. Как rasmlarga olib ko'rsatiladi ular. Arxeologlar ham kimdirlar kovlaydida, qaziganida o'sha qazilmalarni topadi. Toshga aylanib qolgan bo'ladi. Xuddi shu dinozavrni toshga aylangan bir nimadirini topganda, endi dinozavrni o'zini topmagan, fossilini topgan. Okay. Topishibdi, ekzamen qilishibdi topilganda va 78 million yoshda ekan. Nima? 78 million yoshda. Hozir biz mana uni ololmaymiz. Dinozavrni nomini olib qo'ya olmaymiz, to'g'rimi? Masalan, u yo'q bo'lib ketgan narsa. Bu yerda dinozavrni topishib olmadi. Bu dinozavr 78 millionga kiribdi emas hozir. U o'shani qoldig'ini topishib oldi. Toshga aylangan qoldig'ini topishib oldi. Fossilni topishdi. Shu fossil 78 million yil как o'sha yoshga kirgan deb baholashgan, ekzamen qilgandan keyin. Bu deyapti included a record of the mashina voice box'larini. Okay, voice box degani hamma ham tushunmasligi mumkin. Men ham tushunmayman masalan. Qandaydir ovozlarini ham saqlagan ekan. Shu fossil orqali bular ovozlarini rekordini topolgan. Chunki o'sha fossil include qilgan, ichida bo'lgan voice box'i. Hayvonni, dinozavrni. Bu dunyoni eng yoshi katta, eng o'tmishga borib taqaladigan fossil hisoblanar ekan. Shu voice box'lar bo'yicha hisoblasangiz, o'sha fossillar ichida eng oldesti hisoblanar ekan. Research deyapti. Bitta tadqiqot bo'pti-da. U o'sha dinozavrlarni o'rganadigan researcherlar tomonidan bo'pti. Mana odam ismi. Yaponiyadagi shu odam tomonidan bo'pti tadqiqot. He now has a good idea. Endi mana shu odamimiz Fukushima degan odamimizda ideyasi, bilaman. Endi bilaman men. Qanaqa ovoz chiqarar ekan bu dinozavrlar degan ideyasi bor ekan. What the muscles around the voice box look like. Mana qanaqa ko'rinishga ega voice box atrofidagi muskullari deb. Endi biz bu ilmiy jihatdan o'rganib chiqishimiz shart emas, chunki bizning soha emas bu. Tushunmasligingiz ham mumkin. Tasavvur qilishimiz bu bor narsa, to'g'rimi? U qiyin emas. U hozir tushunar ekan. Okay, qani biz o'yladik, haliginaqa bo'kirib gapiradi deb o'yladik. Lekin mana men hozir qarab ko'ryapman, tomog'i qanaqa ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deganda, look like qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan muskullari, chunki ovoz chiqarayotganda ham o'sha masallar yordam beradi. Muskul deydimi? Shunaqalar yordam beradi. Shuni tushunib yetibdi-da. Endi 5 ta aytyapti yana. Kimdir nimadir control the sound of the voice box. Okay. Bu hozir mana Fukushima masallarni ishlashini tushundi, voice box'lar atrofidagi muskullar qanday ishlashini tushundi va shu narsa voice box'ni control qilgan. Nima control qilgan? Mana u muskullar control qilgan. Sizni ham ovozingizni control qiladigan nimadirlar bo'ladi, to'g'rimi? Tana a'zolarimiz. Xuddi shunaqa. Mana tepada masallarni qanday endi tushunyapman deb keldi. Shu narsalarimiz voice box'larimizni control qilgan ekan dedi. It means, ya'ni bu anglatadiki, mana muskullar control qilishi, shu narsalarni topilgani, ekzamen qilgani hammasi anglatadiki, Yura parki bor-ku, Yura olami deydi-yu, kino nomida o'sha. Shunga o'xshagan movielar got it wrong. Ya'ni ular qiladigan ovozlar, kinolarda beriladigan dinozavrga beriladigan ovozlar bular xato. Dinozavrlar may actually have made a nimadir. Dinozavrlar aslida deyapti aslida bird tweet. Biz birdni nima deymiz? Qushnikini qanaqa ovoz chiqaradi deymiz? Inglizchada tweet 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 deydi-da. Bizda chip chip desa bo'lmaydi. U jo'ja bo'lib qoladi. Qushni tweet tweet qilishiga o'xshagan nimadir make qilgan. Nima make qilgan? Biz bu yerda soundlarni gaplashamiz, to'g'rimi? Endi made a sound chunki birlikda turibdi. Mana dinozavrlar aslida bird tweetga o'xshagan soundlarni make qilgan. Ko'rdingizmi? Juda ham sodda, agar tushunsangiz va bog'lab keta olsangiz. Lekin buni bog'lamasdan просто bunday o'qiysiz, o'zingizga tushuntirmayapsizmi? Bog'lana olmaydi. Полный tekstlar bog'lana olmaydi, chunki oson narsa emas. O'rtada bo'sh joy bo'lsa, siz shu yerda ma'no, men busiz qiynalaman ma'no chiqargan deysiz.